Havo sovib shamollash mavsumi yaqinlashgan sari bolajonlarimiz sog'lig'i bizni tashvishlantira boshlaydi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ham immunitet mustahkamlaydigan, vitaminlarga boy va eng asosiysi yoshartiradigan xolodez deyarli. Xolodez qaynaydigan idishga go'shtlarimizni solib yaxshilab yuvilganimizdan so'ng tuyog'imizni bo'lib, to go'shtlarimiz ko'milguncha suv solib qaynashga qo'yamiz. Chiqib ko'piklarni olganimizdan so'ng 2 dona piyoz tozalab, ozroq tuz, murch bo'laklari va lavr yaprog'ini ichiga ozgina vaqt qolganda 2 dona qizil sabzini tozalab sovuramiz. Fil bo'lib pishgan go'shtlarimizni alohida idishga olamiz. Go'shtlarimiz sovigandan so'ng lahm go'shtini alohida, tuyoq go'shtini alohida qilib, idishga mayda qilib to'g'rab olamiz. Bezagi uchun alohida tuxumlar qaynatib olamiz. Chesnok hamda zelinni ham mayda qilib to'g'raymiz. Past tuzli suvda qaynagani uchun ustidan tuzsiz sabzini ham pare qilib to'g'rab olamiz. Ishlarimizga ketma-ketlikda tuxum, qizil sabzi, ko'katlar, chesnok, lahm go'sht hamda tuyoq go'shtini solamiz. Eng oxirida suviga tabga ko'ra tuz solib, ustidan quyib chiqamiz va muzlatgichga solib qotirib olamiz. Mana sizga ham mazali, ham foydali, ham eng tabiiy bo'lgan kollagen. Immunitetimizni yaxshilab mustahkamlab olsak, hech qanday virus bizni qo'rqitmaydi. Ko'zingizni yayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.